ijobiy bo'lish degan atrofimizdagi reallikqa to'g'ri muomala qilish, dunyoni to'g'ri tushunish va Alloh taolo haqida to'g'ri qarashda bo'lish va bo'layotgan ishlarni mumkin qadar o'zimizningki yaxshi foyda tarafiga, yaxshi tarafiga elib kelishga tirishish va har narsaning güzel tarafiga, yaxshi tarafiga va har odamningki bo'ladigan tarafiga qarash. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam insonlarga muomala qilishda u insonningki 30% ya 40% yaxshi tarafi bo'lsa, uning 60 ya 70% nachar tarafini hisobga olmay ashunga muomala qiladicha. Hamma narsaningki agar biz shu güzel tarafiga bulumluq tarafiga, yaxshi tarafiga qarasak, u yaxshi bo'ladi hamda u. Ammo aksicha ayda qilganda, masalan, hamma narsani bo'lmayotgan tarafiga, har qanday bulutgan ishni bo'lmayotgan tarafiga bunda qilsak, bu salbiylik bo'lgan, salbiylik degan inson hayotidagi bir mikrobda, bir mikrobluq hamda. Buningda bir misol bor Qur'on Karimda. Alloh taolo Qur'on Karimda deydi, sahrolik arablarning ichida bu İslam devleti için, endi bu Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye bağlandıkken yerdeki Yahudi, Müslüman, müşrik, hemisi bir devlet, bu devlet olan devletin puhraları olandıkken cihat kıtkan işi olsun, metanını qoğdaytkan işi olsun, hemisi bunda selik buldu da, selik tüleydi de, bu şeyde hazırkı zamanda insanlarlık devlet gibi bir vergi tülegendik, şunda selik tüleydi hem de. Hem de şunda bir tüleydi de, onun da Müslümanı mı kapır mı hemisi tüleydi de hem de. Şunun da sahralık Araplardan şu bəgən nəslirini aşı baj hesabıda, selik hesabıda kürdük Allah'a. Selik hesabıda kürdük Allah'a ve sizge aynı bir kıyınçılık, yaman işlerin kilişini kütüdü, yamançılık aşılağı kelsin. Allah onların kılmışlarını kürep durdu, anlap durdu, gitti. Onun yanı bir Araplı var, yanı bir sahralık var. Ula bəgən nəsini, yaxşılıq, hele savab, əcir qatarında, əcir oldu, savab buldu deyip qaraydı. Ula ve Allah'a yakın buluşununki vasıtası, Peygamberinin duasını eleşininki vasıtası deyip qaraydı. O çokum Allah'a yakın buldu aşını olan Allah onlarınki günahlarını mağfiret kıldı, Allah rahim şefkat kıldı deydi. Endi bu yerde ikilisi oxşaş bədi. Oxşaş bədi. O 100 dirhem bəsi, bu mu 100 dirhem bədi. O ahiretki imanı yok. Benden mecbur aldı bunu şu. Yani xarici hesabı dedik, zakat, nime, bacı hesabı da aldı da razı olmayı birdi, razı olması mı yanında çıktı. Ama onun savapta ne işimi yok. Ama o yanı birisi savap buldu. Allah'a yakınlaşımdan bu şuna olan Peygamberimizin duasını alımen deyip birdi. O ameliyatta vazifesini ada kılgan oldu ve Resulullah'ınki duasını mı algan oldu. Savap kazangan oldu. Demek oxşaş neside insanlar aslında oxşaş fikirde bo'lmayotganligi ijobiy salbiylik osmon zimin binaslini o'zgartirdi. Ijobiy salbiylik meselesinde yani bir hikoya qilyapti. Mesela bir kelin kelgan qaynonasi bilan faqat chiqishamayotganda qaynonasining hamma ishlari buni yomon ko'ringan. Qaynonasining ish o'g'itishleri, chepilishleri, tarbiyalar hammasi shunday sat ko'ringan. Mush qaynonamni qaslab o'ltirib olsam, bir qutulsam degan fikrga kelib, bir shayxning qishqi borganda, mush qaynonamga bir binasi o'qib bersangiz, mushuni bir qutulsam deganga turib ketib, ma'qul deb bir suvga bir sunu biritgan onunga. Mushuni siz bir ay mushu suni iching, azroqdan mushuni iching. Bir aydan keyin bunun neticesini çokum görürsüz. Ama bir şart, qaynanangizga o'zingizning onasidak muomala qiling. Bütün qon achchiqlisin, vaqirsin, tillisin, nima qilsiz, siz yoqmagan ishga borsin. Xo'sh deb shunda yaxshi muomala qilingki, shunda qilmasangiz dori foyda qilmaydi ekan. Degandan bir ay shunda muomala qilgandan keyin bu qiz, u qaynonasi uni ikki hasi yaxshilab ketgan. Shunda o'zining qizdak yaxshilab ketganda, chunki bir ay bula bo'lmay shayxning qishqi bu qiz ketgan. Yo shayx, men nimani haliqi darını to'xtatib olsangiz dedi, qaynonamning o'lishini xohlamayman, men voz kechdim dedim. Voy nim bo'ldi, qaynonam shunda yaxshilab ketdiki, men o'zimni onasidak bo'lib ketdi. Uni o'ylab ketishni men xohlamayman degandan keyin unga aytgan. Bu asli o masala o qaynonangizda emasda, mushu zahar sizningki mushu qimmat qarashingizda va sizda dedi, kallangiz dedi. Siz bir aynangizni kallangizni tozaldingiz, endi masala yo'q, sizga bergan su odatdagi bir su dedi. Demak, inson ashundoq, endi to'g'ri qarab qilishning o'rniga bir narsaning ash ta'turini, ash salbiysini bizning jamiyatimiz naytijik bunday odamlar. Masalan, bir odam bir ish qilgan bo'lsa, yo uning yaxshisini qilmaydi,
ya onun yaxşısını qilmay turib, onu tanqidlayotgan gap. Ama tamam siz o'tirib Abdurahim chiqaringmi desa, o'zi chiqamaydi. Uni tanqidlayotgan gap. Ama o ashuni qilgan jafolik ishni bir qilib baqson, qilib, ondan baho basi bo'ldi-da insonsizligini.